Assalomu alaykum. Bugun Farg'onadamiz. Yaqindagina ochilgan CrossFit fitness klubiga tashrif buyurdik. Yonimda Adhamjon akam ushbu fitness klubi rahbari hisoblanadi. Assalomu alaykum Adhamjon aka. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz aka? Sizga bir nechta savolimiz bor. Eng avvalo, mana siz o'zingiz ham atletsiz. Trenajyorlarni tanlayotganingizda nimalarga e'tibor berdingiz va nega aynan Sport Leader kompaniyasi trenajyorlarida to'xtaldingiz? Trenajyorni tanlayotganda biz hamma trenajyorlarni solishtirib ko'rib, ishlashlarini ko'rib, o'rganib, bozorni ko'rib, oxiri shu Sport Leaderni tanladik. Bizga yoqqan sifatlari, bizga narxlari ma'qul keldi, keyin sifati ham yaxshi, ishlashi yaxshi. Har bitta trenajyorda o'zim ishlab ko'rib, tushunganimcha ishlab ko'rib oldim, tanlab. Hozir mana qisqa muddat bo'lsa ham trenajyorlarimizni ishlatyapsiz. Qanaqa aka? Trenajyorlar, servis xizmatlarimiz sizga ma'qulmi? Servis xizmatlari yaxshi, hamma yoq zo'r, trenajyorlar hali yaxshi ishlayapti. Aha, rahmat aka. Eng oxirgi savolim, yana fitness klublar hozir ko'payyapti. Yangi fitness klub ochayotgan odamlar uchun bizning kompaniyaning trenajyorlarini tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi trenajyorlar ishlashiga gap yo'q. Rahmat aka, tanishganimdan xursandman. Kelajakda yanada yangi fitness klublar ochish, ishingizga rivoj tilab qolamiz va uzoq muddatli hamkorlikni tilab qolgan bo'lamiz.